Edmonton International, Film S, Magma Films, DRTV va Super RTL hamkorlikda taqdim etadi. Hans Christian Andersen ertaklari asosida suratga olingan. Qirolning yangi libosi. Qadim zamonlarda dunyoda bir qirol yashar. U yangi libos kiyishni juda yoqtirar ekan. Butun xazinasini faqat shunga sarflar ekan. Zoti oliylari, dehqonlar bir oy oldingi tabiiy ofatdan so'ng ularga yordam berishingizni so'rashmoqda. Uni ustiga lashkarga ham pul kerak. Aks holda dushmanlarni yenga olmaymiz. Hozir emas. Men bo'lajak g'alaba sharafiga bezarayapman. Zoti oliylari, qo'shinga ko'mak bermasak g'alaba bayrami bo'lmaydi. Ha, mayli. Qabulxonangizda shuhratlari olamni zabt etgan ikkita tikuvchi kutyapti. Hojati yo'q. Meni saroy tikuvchim bor-ku. U mamlakatimdagi eng zo'r tikuvchi. Axir liboslarimni unga o'zim bichib beraman-ku. Bu tikuvchilarni tavsiyanomalari ham bor, zoti oliylari. Venetsiya qiroli va Xitoy imperatoridan. Bu eng ko'rkam kiyingan hukmdor tanlovidagi meni ashaddiy raqiblarim-ku. Kirishsin. Tanishtirishga ijozat bering, zoti oliylari. Men janob Flinman, modalarning mumtoz ustasi. Bu janob Flang, zamonaviy liboslar ustasi. Marhamat. Bonjour. Voy. Ustingizda qanday libos, zoti oliylari? Bu uslub almisoqdan qolgan-ku, zoti oliylari. Matolar esa tashlandiqlar uyumidan keltirilganga o'xshaydi. Yo, to'xtang, tushundim. Bu masxarabozlar ko'rik uchun tikilgan libosmi? Albatta-da. Zot oliylari masxaraboz rolini ijro etyapti. Juda kulgili, zot oliylari. Juda to'g'ri. Yo'q. Bu g'alaba bayramiga tiktirilgan libosim. Tantanali onlar uchun. Gapingiz jiddiymi? Nima? Dong'ingiz ketishini istaysizmi, janob oliylar? Hammaga kulgu bo'lish orqalimi? Yuring, Flang. Xitoy imperatori va Venetsiya qiroli adashibdi. Bizni iqtidorimizni bu yerda tushunishmaydi. Ularga gapirib berganimizda kulgudan tars yorilib ketishsa kerak. To'xtanglar. Nima? Bundan yaxshiroq tika olasizmi? Hatto so'qir maymun ham bundan tuzukroq tika oladi, zoti oliylari. Qo'lsiz, oyoqsiz bo'lsa ham zoti oliylari. Buva, ishingizni yerga urishyapti. Hozir emas. Agar sizga libos tikib bersak, zoti oliylari, ovozangiz butun dunyoga taraladi. Qurrai zamin bo'ylab. Hatto undan narida ham. Sizga shu qadar harir matodan libos tikamizki, uni faqat eng aqlli va dono odamlargina ko'rishlari mumkin. So'zlarim to'g'rimi, janob Flang? Aqli to'kis bo'lmaganlar esa bekorga ovora bo'lishadi.
Libosingiz shu qadar mukammal bo'ladiki, saroyda o'z lavozimini nohaq egallab turganlar uni mutlaqo ko'ra olmaydilar. Haddan ziyod kalta fahmlar va safsatabozlar ham. Uni ustiga huquqshunoslar ham. Demak, libosim qandayligini so'rashni o'zida ulardan qay biri lavozimiga loyiq emasligini bilib olaman, shundaymi? Tentakni aqllidan shu zahoti ajratib olasiz. Suribni baxmaldan ajratganday. Shu libosga ega bo'lishim kerak. Flint, Flank, ishga qabul qilindingiz. Bitta shartimiz bor, zot oliylari. Mana bu bo'lmag'ur libosni tikkanni quvib soling, hoziroq. Axir bu meni haligi u saroyimda 20 yildan beri xizmat qiladi-ku. Buvajon, axir bu libosni qirolning o'zi chizib bergandi-ku. Ayting ularga. Xullas sol Safiy, hozir buni mavridi emas. Zot oliylari, bu adolatdan emas. Vazir, vazifangizni bajaring. Zoti oliylarning so'zini eshitdingiz. Narsalaringizni yig'ib, hoziroq keting. Kechiringlar, axir men burchimni ado etyapman. Safiy, sen haqsan, bu adolatdan emas. Yura qol, qizim. Zoti oliylari, axir kelishgandik-ku. Mensiz hech nimaga imzo chekmang. Kechikding. Marhamat, boshlayvering. Shunday libos tikingki, butun dunyoga dong'im ketsin. Avlodlar buni xotirlab yurishsin. Tashvishlanmang. Ishni qoyillatamiz, zot oliylari. Vazir, Flint va Flank hech nimaga muhtoj bo'lmasin. Pulni ayab o'tirmang. Ya'ni siz hali narxni belgilab olmadingizmi? Narx navo? Biz san'at odamimiz. Pul to'g'risida gapirib san'atimizni yerga urmaymiz. Juda to'g'ri. Nahotki mo'dani tushunmasangiz, ular o'z ishini san'at darajasiga ko'targan. Ularga pulni qizig'i yo'q. Ular ijod qiladi. Sharoit yaratilsin. Bu qirolning buyrug'i. Darvoqe, biroz bo'nak pul bersangiz zarar qilmaydi. Xuddi aytganingizdek, bitta tikuv dastgohi, qirollikdagi eng zo'r matolar, tilla parcha, olmos va marvaridli iplar hammasi muhayyo etildi. Juda to'g'ri, lekin yana alla narsalar yoddan ko'tarildi. Yana, axir bundan ortig'i nima keragi bor? Senga tushuntirdik-ku. Biz ijodkorlarmiz. Qo'limdan kelgancha urinib ko'raman. Ro'molchalar, ayollar shlyapalari, zontlar. Eng so'nggi modaga mos. Endi nima qilamiz, Safiy? Endi menga hatto ro'molcha ham buyurtma qilishmaydi. Matolarim esa haddan ortiq qimmat. Odamlar uni olisha olmaydi. Biron nima o'ylab toparmiz, buvajon. Hammangiz o'qing. Qirolning yangi tikuvchilari ish boshlashdi. Zoti oliylarini hafsalasi pir bo'lmasmikin, ha? Qani, menga bitta berchi. Qochguvchi. Janob vazir. Qirolning yangi tikuvchilari yana mato buyurishdi. Barcha molingizni sotib olaman. Narxini ahamiyati yo'q. Shunday shekilli. Albatta, janob vazir, matolarni aytgan joyingizga eltib berishadi. Qoyil. Qoyil. Endi ishga kirishamiz. Libosni ko'ra olmasak nima bo'ladi, ha? Nega ko'rmasak hammiz? Nima biz tentakmidikki ko'rmasak? Kim u?
Safiyman, sizlarga mato olib keldim. Ha, qimmatbaho matolar. Juda soz. Siz tufayli hammasini o'zim ko'tarib keldim. Ishingizni ko'rsam maylimi? Seni ijodxonaga kirita olmayman. Hozirroq ustaxonalariga borib, menga qilayotgan ishlarni ko'rsatishlarini talab qilaman. Xafa bo'lmang zoti oliylari. Ammo ular sizni kiritishsa-yu, siz hech nima ko'rmasangiz nima bo'ladi? Yomon savol emas. Ha, topdim. O'sha yerga siz borasiz. Menmi zoti oliylari? Ha, siz. Xo'sh, nimani kutyapsiz? Tentakligim oshkor bo'lmasin deb qo'rqyapman deya ko'rmang. Tushundingizmi? Qo'ysangizcha zoti oliylari. Pul qolmadi deganingiz nimasi? Toki ishingizni ko'rib baho bermagunimcha pul haqida gapirmang. Bu qirolning buyrug'i. 1 daqiqa. Ruxsat bermagunimcha ko'zingizni ocha ko'rmang. Endi mumkin. Chindan ajoyib-a? Nima? Ko'zlaringizga ishonmayapsizmi? Ta'rifga so'z ojiz. Takrorlanmas asar. Nurda tovlanishini qarang. Faqat g'ir tentakkina bunday go'zallikni qadriga yetmaydi. To'g'rimi? Buni so'z bilan ifoda eta olmayman. Marhamat, ushlab ko'ring. Bu Xitoy ipagining eng zo'r namunasi. Choklarni qarang. Naqadar nozik, xuddi yangi tug'ilgan momiq olmaxonday. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Yaqinroq borib ko'ring. Usta Flang zoti oliylarning liboslariga olmos va marvaridlar taqilgan harir matoni mohirlik bilan to'qiyapti. Ha, ishimiz murakkab. Ipning ingichkaligini ko'ryapsizmi? Libosda marvarid va olmos iplar. Iplari nihoyatda nozik ishlangan. Ha, hammasini yozib oling. Qirolni ko'rishga ishtiyoqi paydo bo'lmaguncha uni o'qib beravering. Sizga ishonchimiz baland. Ha, albatta, iloji bo'lsa libosning har bir qirrasini atroflicha ta'riflab bersangiz, biron nimani unutib qo'yishdan qo'rqyapman. Hech nimani unutib qo'ymang. Qirolga hammasini yetkazing. Albatta, hammasini yetkazaman. Ishonavering. Lekin hech nima ko'rmadim-ku. Qirolga nima deyman? Hafsalamni pir qildingiz, vazir. Axir bu qadar jon fikrlash mumkinmi? Men siyosatchiman. Jon gapirishga odatlanganman. Ahamiyati yo'q. Ta'rifingiz atroflicha bo'ldi. Endi Fling va Flang haqiqatan ham hammani lol qoldiradigan libos tikkanlariga ishondim. Jarchilarni chorlang. Ma'lumotni hammaga ovoza qiling. Maqolani qirolning yangi libosi dunyoning 8-mo'jizasi deya nomlang. Dunyoning 8-mo'jizasi. Muhimi ishdan haydalmadim. Olamshumul yangilik! Qirol g'alaba bayrami sharafiga dam olish e'lon qiladi. Nega xomishsan, Safi? Biz faqat barcha pulimizni qaytarib oldik, hatto daromad ham oldik. Yaxshi. Qirolimizning yangi libosi haqida sirli ma'lumot. Vazir uni oshkor qiladi. Anavi ikkitasi qirolni sizdan ko'ra yaxshiroq kiyintira olganiga ishona olmayapman. Nachora.
Libosni ko'rgan bilimdonlar bir ovozdan uni san'at asari deb baholashdi. Eng katta vazirdan liboslar bo'yicha maslahatchigacha. Mayli, hademay hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bayram ertaga-ku. To'g'ri, buvajon. Ertaga hammasini ko'ramiz. Endi qayg'u baxt nishoni demakdir. Qirol farmoni. Go'yo dor ustida yurgandayman. Hamma saroybondan tortib toki vazirgacha qirolning yangi libosini ko'ra olibdi. Ta'riflashga so'z ojiz zot oliylari. Ha, aql bovar qilmaydi. Ko'rdingizmi? Hamma maqtayapti. Qirol esa bundan mustasno. Menga uni qachon ko'rsatisharkin? Axir o'zingiz buyruq berdingiz-ku zot oliylari. Maxsus maslahat kengashi libosni tikilishini nazorat qilib turdi. Siz esa libos tayyor bo'lmaguncha kutaman dedingiz. Nima bo'pti? Qani ko'ylagim? Bayram tantanalari ertaga bo'lib o'tadi. Men esa hamon kutyapman. Ana pastga qarang zot oliylari. Bu ularning ustaxonasi. Ular kun-u tun tinmay ishlashyapti. Ko'rdingizmi zoti oliylari? Libos aytilgan vaqtga tayyor bo'ladi deb so'z berishdi. Unga amal qilishlariga aminman. Aytingchi, u haqiqatan hamma aytganday ajoyibmi? Albatta zot oliylari. Umrimda bundan zo'rni ko'rmaganman. Nahotki g'alaba tantanalarida sizni kulgu bo'lishingizni istashimiz mumkin. Yo, hech qachon. O'z libosimni o'zim ko'ra olmasam-chi? Unda taxtdan voz kechishim kerak bo'ladi-ku. Ishontirib aytaman zoti oliylari, ertaga barchamiz ko'rgan narsa ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Faqat lavozimiga noloyiqlargina boshqa narsani ko'rishi mumkin. Chin haqiqat. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bebaho so'zlar, janob vazir. Sizlar chindan haqsiz. Axir men kalta fahm bo'lishim mumkin emas, chunki men qirolman. Zoti oliylari kelyapti. Do'stim, sharafxonlar yaqinlashmoqda. Shon shuhratga bo'lganamiz endi. Zoti oliylari, muhtaram qirolimiz. Ha, tezroq libosimni ko'rsating. Xo'sh, qani u? Nima? Mana-ku zoti oliylari. Nahotki ko'rmayotgan bo'lsangiz. Mana. Rostdan ko'rmayotgan bo'lsa-chi? Demak, kalta fahm ekanda. Janob Flin, qirolimiz hammasini ko'rib turibdi. Hoziroq zoti oliylariga kashtalarni ko'rsating. Janoblar, Naqadar ajoyib ranglar. Ta'rifga til ojiz. Qirol tamg'asi atrofidagi naqshlarga bir e'tibor bering zoti oliylari. Kashta shu qadar nozikki, uni payqash o'ta mushkul. Nima ham derdim? Aldash odatim yo'q. Men hech nimani ko'rmayapman. Taxtadan chetlatilsin. yo'q, qatl qilinsin. Men bironta kamchilikni ko'rmayapman. Qoyil! Yashasin! Bebaho ta'rif. Chindan ham umrim bino bo'lib, bunday chiroyli va hashamatli libosni ko'rmaganman. Qirolga shon-sharaflar! Qirolimizni o'zi ham bebahoda. Xuddi libosiday. Naqadar nozik va harir mato. Qolganlarni ham ko'rsating, Flin. Sabr qiling zoti oliylari. Meni taklifim bor. Nima? Shu yerda? Hozirmi? Saroy ayollari ko'z o'ngida, ha? Bu dunyo ahli ko'rmagan eng zo'r libos zoti oliylari. Faqat tentakgina uni shu zahoti kiyishdan bosh tortishi mumkin. Tentak degan nom olishni istamayman, nazarimda.
Mukofotlar taqilgan tasmangiz. Ha, yodimda. Naqadar jasur qirol. Ha, libosi ham o'ziga munosib. Bu libos sizga juda yarashdi. Ha, albatta. Ajoyib. Men g'oyatda hayajondaman. Bu olamshumul voqea. Va so'nggi narsa qirol bosh kiyimi. Kutaverib toqatim tugadi. Ha, sabrimiz tugab boryapti. To'g'risini ayting, janob vazir. Libos meni to'lishtirib ko'rsatmayaptimi? Ustingizda xuddi ikkinchi teriday mos turibdi, zoti oliylari. Ha, to'g'ri. Harakatlarim ham juda erkin. Zoti oliylari juda mamnun. To'siqni olib tashlang. Xo'sh. Nafasingiz ichingizda qolib ketdi, shundaymi? Ham murakkab, ham o'ta sodda. Endi bayramga shoshilamiz. Xalq o'z qirolini ko'rib qo'ysin. Bunday go'zallikdan o'zlariga kelishlari juda qiyin bo'ladi. Endi esa juftakni rostlaymiz, janob Flang. Meni makkorgina do'stim. Shamolda uchib ketamiz, o'g'rigina do'stim Flin. Qirolingizni hayratomuz go'zalligidan bahra olinglar. Juda zo'r. O'ta zamonaviy. Axir u Jimbol, nima tentak deyishlarni xohlaysanmi? Hamma ta'rifga so'z ojiz deydi. Ular bilan bahslashib bo'larkanmi? Men ham ko'rmoqchiman, buva. Iltimos meni ko'taring. Tezroq, buvajon. Bu avlodlarga arzigulik chiroy. Ajdodlarga xos donolik. Ha, tentakkina bunday go'zallikni ko'ra olmaydi, to'g'rimi, ha? Fikringizga qo'shilaman. Ajoyib libos. Buvajon, axir u yalang'och-ku. Bekorchi gapni gapirma. Bu shunaqa uslub, modern. Axir ustida hech narsa yo'q-ku. Odamlar, ko'zingizni kattaroq oching. Axir u Sofiy, xudo haqqi. Odamlar bizni tentak deb o'ylashmasin. Yana To'xtachi, axir qizaloq haq? Ha? Qip yalang'och-ku, qirol yalang'och-ku, qaranglar. Nima deb baqirishyapti? aholi sizni go'yoki yalang'och deb o'ylayapti, zoti oliylari. Demak, aholi o'ta tentak ekan. Qani ketdik. Ey xudoyim. Ana u tavsiya xatlari qalbaki ekan. Yo'q, zoti oliylari. Aslida biz tentakmiz. Chunki siz qip yalang'ochsiz. Axir hamma libosimni maqtagandik-ku. Ha? Bu chin haqiqat, zoti oliylari. Chunki tanangiz o'ta mukammal. Uyaladigan joyingiz yo'q. Bu haqiqat. Demak, yalang'och chiqib hammaga kulgu bo'ldim. Hammani ko'z o'ngida-ya. Dahshat. Ular odatdagiday hammasini unutib yuborishadi. Hozir esa hech nima bo'lmaganday yurishda davom eting. Askarlar, shahar madhiyasini chalinglar. Yalang'och bugundan e'tiboran kiyingan demakdir. Mana yangi buyurtma. Bu libosni shaxsan qirol tanladi. Unutmang, u haqiqiy bo'lishi kerak. Minnatdorman, janob vazir. bizni tahqirlab endi buyurtma berishyaptimi? Ish haqqi 2 hissa oshiriladi. Buni o'ylab ko'ramiz.
xoh ishoning, xoh ishonmang, lekin bu voqea chindan ham bo'lib o'tgan. Film O'zbekiston teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Feruza Xo'jayeva. Unga aktyorlar Barno Qodirova, Muhammadjon Xo'jayev, Muhabbat Qoraboyeva va Abdulhay Otaxo'jayevlar ovoz berishdi. Rejissyor Ulug'bek Shoynazarov, ovoz rejissyori Bobur Dadaxonov, rejissyor assistenti Abdurashid Jo'rayev, muharrir Nurulla Narzullayev.